Assalamu alaikum, hürmetli kırındaşlar. Bugün ben ait bir hayacan içinde. Biz 15 minut sözleş için dostum Doktor Esad Sulayman bilen dünyanın o bir çetidin japalık musafirliğini baştan ötküzüp mişe keldik. Fakat 15 minut sözleş için. Bu ait bir zor şarap. Nime degende? Bu bizim tarihimizdeki 20. asırdaki Uygurlarning emas, bütün Türk dünyasının, Türk halklarının tarixidagi, hayotidagi nihoyat muhim bir shaxs, Muhammad Emin Bug'ra haqidagi bir simpozium. Bunun qatnashib bu yerda o'z fikrlarimizni o'tirib qo'yish. Endi Muhammad Emin Bug'ra haqida nihoyat ko'p gaplar bo'ldi. Muhammad Emin Bug'ra kim deyilganda her xil bağlar verildi. Elbette o şair, merhum yazgıcı, siyasi erbab, şuningdek aktivist, davakar, dava faaliyetçisi. İşte Muhammad Emin Bug'ra kim degan savolni so'raganda, işte Uyghur tilimizde ba, kesbi atalgının hemen işletsek ziyan tatmaymiz. Hatta Muhammad Emin Bug'ra atom bombası hakkında leksiya so'zlab bakkan adam. 48 yıl Ürümçi'de. Dünyadaki atom bombası yasaşta raqabet bolavatqanda Ürümçi'de şu vaqtida atom haqqida adamlarga leksiya so'zlagan adam. Shunchalik elbet atom alim emas, ama ügüniş, bilish iqtidorining naqadar yuqoriligidan. Shuningdek Muhammad Emin Bug'raninki bu hayotini so'zlasak, albatta unga so'zimiz yetmaydi. Xuddi doktor bu dostumuz Yaponiyadan kelgan Hacı Qutluk Qadiri degandek bayini dengizga o'xshaydi desek xato bo'lmaydi. Men endi shu dengizning eng muhim qismi bo'lgan, shu bilimning eng muhim qismi bo'lgan Muhammad Emin Bug'raning tarixchiligi. Muhammad Emin Bug'raning Sharqiy Turkiston tarixi nomli mush asar orqali Muhammad Emin Bug'ra tarixchilik sohasida, ya'ni bu Uyg'urlar orasidagi tarixchilik sohasida emas, shu Türk dünyasının, bütün dünyanın Şarkı Türkistan, Xitayda atavatkan Şinjan, yaki Uyguristan, yaki Uygur eli, yaki Uygurlar zimin deb atalgan, muşu zimin haqqidagi tarix tadqiqoti zaten qandaq bir seviyede şu vaqtida, yani bugünkü akademik ölçem bilen emas, bugünkü dünyadaki seviye bilen emas, bunundan 80 yıl ilgirki şu seviyede, 85 yıl ilgirki şu seviyede qandaq orunda turatdı. Şu vaqtdagi dünyada Şarkı Türkistan tarihi hakkında qanchalik insanlar, alimlar qanchalik biladdi. Muhammad Emin Bug'ra nimalarni qildi, ham keyingilarga nimalarni tiklab berdi. Asası şu vaqtda to'xtalmoqchiman. Endi Muhammad Emin Bug'raning bu Şarkı Türkistan tarihi degan eserini hammadan biladi desem xato bo'lmaydi. Afsuski Muhammad Emin Bug'ra 1940 yılı Şarkı Türkistan tarixini yazıp tunji nashrni yo'riq keltirib, keyin yana bir qancha qatam to'liqlash bosqichlarini boshdan kechirgan bo'lsa-mu, lekin 40 yildan hisoblaganda hozir 85 yil degan gap. Afsuski shunchalik buyuk bir adamning buyuk bir eseri tunji bir Şarkı Türkistan tarihi Türkiye'de bu bir devlette Türk tarihi tadqiqoti, Türk şunaslık, Türk ilmi shunchalik gullangan bir devlette 80 yıl o'tgandan keyin Türkçili chiqdi. Bu yana bir yoqdan olganda xo'shallik ish bo'lsin, yana bir yoqdan olganda fojia. Bu Muhammad Emin Bug'ra davrida chiqish kerak edi hayot vaqtida. Uningdan keyin 60-yillarda bir olim tarjima qilish edi. 70-yillarda chiqish kerak edi, 90-yillarda chiqish kerak edi. 80 yildan keyin Abdullah Oğuz ismli bir qarindoshimiz Türk tiliga tarjima qilib bu kitobni chiqardi. Shuning bilan Türk dunyosidagi olimlar shunchalik buyuk bir odamning asarini o'qish, bilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shuning men ba'zi savol qo'yim, do'stlarimga qo'ygan. Qani olimlar, Türk olimlari nimishki 20 yil burun tarjima qilmadi buni? Nimishki 30 yil oldin bir odam chiqmadi? Nima uchun 20-30 yillar ilgari bildirmaymiz? Xitoylar bu kitobning qanchalik muhimligini bilib, 50 yil o kitobni cheklayotgan emasmi? 60 yil burun, 70 yil burun bu kitobni cheklagan emasmi? O'qishga bo'lmaydi. Bu kitobni o'qigan odamlar turmaga kiradi. Shunchalik asar nima qilmadi? Afsuski bugun
Qanday olmasın bu kitap çıktı. Türk dünyasında mana bu yerda Türkçe okuydigan qarindoshlarimiz, Türk olimlari, Türk tili orqali boshqa O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz va boshqalar bu kitobni o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. Allohga ming rahmat. Endi Muhammad Emin Bug'roning tarixchilik alaydiga qandaq edi? Umum nuqtadan chaqda Muhammad Emin Bug'roning men oldidan shu Sharqiy Turkiston tarixi nomli asarni asos qilib turib so'zlayman. Nayt ko'p ilmiy asarlar bor, albatta Muhammad Emin Bug'ro hayoti bo'yicha intayin ko'p asarning muallifi. Lekin buning ichida asosliq men shu Sharqiy Turkiston tarixi 1940 yil chiqqan, 1940da shu haqida so'zlayman. Muhammad Emin Bug'roninki bu tarixshunoslik jihatdagi yengiligi masalasi. Muhammad Emin Bug'ro 1940 yili Sharqiy Turkiston tarixi nomli bu asarni yozgan vaqtida bu kishi shundaq bir asarni yozishga 6 yillar vaqt sarf Kabulda oxir buni yo'riq chiqargan shu 30-yillar, 40-yilgacha bo'lgan shu oraliqda dunyoda Sharqiy Turkiston tarixi haqida tadqiqotlar, Sharqiy Turkiston haqida ko'p tadqiqotlar bo'lgan bo'lsa-mu, 19-asrning oxirlaridan boshlab Yevropa ekspeditsiyachilari, Avrosteyler ve Rusya'nın Rus ekspeditsiyachilari, masalan Kropotkin deymiz, keyingi bu Pevsov, Robrovskiy, Przewalski deymiz, shular ko'p izlangan asarlar yozilgan bo'lsa-mu va Turkiyada 30-yillargacha bu Türk rahmeti Reşit Arap va Zaki Veli To'g'an va boshqalarning asarlari maydonga kelgan, ko'p asarlar yozilgan, qadimgi Türk yoziqlari o'qilgan, o'rganilgan, shundaq bir bo'lgan bo'lsa-mu, lekin dunyoda texi Sharqiy Turkistondan iborat mushu zaminning eng qadimgi davrdagi arxeologiyalik davrdan tortib 1940-yillargacha bo'lgan shundaq bir musofasini umumiy mufassal shu davrning ilmiy o'lcham saviyasi bo'yicha ilmiy bo'lgan asosda sistemlik turda yuritib bergan bir asar texi maydonga kelmagan edi. Albatta o vaqtlarning o'zida endi dunyoda ko'p asarlar chiqqan. Men ham shuning uchun bir qancha misol keltiray. Şu vaqtlarda bizning Sharqiy Turkistonning tarixiy tadqiqotiga, Sharqiy Turkiston tadqiqotiga alohida e'tibor bergan, ahamiyat bergan davlatlarning biri shu vaqtida Rossiya edi. Rossiya 17-asrda Petr I-ning davridan boshlab bu Sharq kengayish, Osmanlı bilan bo'lgan Qrimni talashish urushlari va undan keyingi bu jarayonlarda bu Sharqni ishg'ol qilish jarayonida, O'rta Osiyoga yurish jarayonida O'rta Osiyo, Turkiston, Sharqiy Turkiston haqida bu tadqiqotlarga kirishgan endi. Shu vaqtlarning o'zida men tunji qatim ruslar, birinchi bo'lib rus olimi Grigoriev degan olim Sharqiy Turkiston yoki Xitoy Turkistoni degan temada 1868 yıl tunji bir kitapni yozib chiqqan, cho'ng kitapni Sankt-Peterburgda Char Podsho Imperator Akademiyasi, Palla Akademiyasi nashr qilgan. So'ng tarafdagi kitap bu yoqdagi. Ama 1897 yılı kelgan chaqda Dmitriy Pozneyev deydigan rus olimi tunji qatim Uyg'ur tarixining o'chirgi nomida tunji qatim bir kitap yozdi Xitoy manbalari bo'yicha. Bular endi shu vaqtlarda 19-asrning oxirisi, 20-asrning beshida dunyoda tunji qatim Sharqiy Turkiston mushu Uyg'ur tarixi bo'yicha maydonga kelgan nopozliq bir asarlar bo'lib hisoblandi. Undan keyin yana bu 1898 yıl Çarosiya Türkistan Harbiy okrugininki kapitani jasos, harbiy jasos Laur Kornilov deganninki Qashqarga kelib, Qashqardagi Rus konsulxonasida ishlash jarayonida Sharqiy Turkiston bo'yicha 2 yil qidirib tekshirib, razvedka uchurlarini to'plagandan keyin 1903 yil Toshkentdagi Turkiston harbiy okrugi tarafidan Qashqariya yoki Sharqiy Turkiston degan mavzuda cho'ng kitap nashr qilgan. Buning ko'p qismi tarixga qartilgan. Mana shu vaqtlarda dunyoda mana shu kitoblardan boshqa hisoblaganda Sharqiy Turkiston degan nom ostida bir tarix, geografiya, bu rayonning umumiy nimasini ko'rsatilgan asarlar maydonga kelmagan edi. Endi 30-yillarga kelganda yana masalan shu vaqtlarda bizda bir qism tarixshunoslar yetishib chiqdi. Albatta Uyg'urlardan bu tarixshunoslar kim o deganda oldidan bular
Мушу уйгырларның өзінің içinde öz тарихını biliş, yani Şarkı Türkistan'ның uyg'urlarning tarixini bilish jihatda Rus tarixshunosligi ta'siriga uchragan mushu Sovet Rossiyasidagi bir qism uyg'urlardan mana ikkinchi kishi Arshiddin Hidoyatov, undan keyin va undan boshqa bu Abdulla Muhammadi deymiz va undan boshqa Umar Qasimi, hatto Ahmedjon Qasimi. Mana qatorliqlar 1941-yilgacha tunji uyg'urlarning tarix fanlari kandidat doktorlari degan unvonni oldi Moskvada. Bular yani mushu asosli uyg'ur tarixi bo'yicha ishildi bular. Uyg'ur tarixi bo'lgan Ahmedjon Qasimining boshqalar degandek u Moskvadagi Sharq kommunizmchilar, emgakchilar universitetida o'qigan, u bu degan hammasi quruq gap bo'lib chiqdi. U Moskva pedagog universitetida o'qigan ekan. Men bir ichki arxiv hujjatini ko'rdim, uningki hech qanday unda kommunistik universitetning putaga yeri yo'q. Shu yerda tarix fanlari doktori degan unvonni olgan. Yaqinqi zamon Uyg'ur tarixi bo'yicha Arshiddin Hidoyatov degan olim 39-yil tunji qatam 50 xalqining manjur Xitoylar qarshi qo'zg'olonlari degan mavzuda dissertatsiya yaqalab unvon olgan yana bir ayol. 45da mana bu Aysham Shamiyeva degan xonim Aysha Malovning o'quvchisi sifatida bu qadimgi turkiy tillar bo'yicha ham hozirgi zamon Uyg'ur tilini birlashtirib bir unvon olgan. Shu vaqtlarning o'zida bizning vatanda hamda 45, 47, 49larda mana bir qism Uyg'urlar, mana bu bizning doktor Asad Sulaymon Erkin Osiyo radiosida Mahmud Qashqanima bu Muhammad Emin Bug'ra haqida ko'p qismli ishlagan programmasi kirgizgan surat. Mana buningda ana shu bir yurish Po'lat Qadiri, andan keyin bu Abdulaziz Chingizxon Damollam qatorliq shu vaqtdagi tarixchilar 40-yillarda yetishib chiqqan bizda. Albatta bular ko'pinchisi mushu Muhammad Emin Bug'radek bu Turkiyaning mush tarafning tarixchilik ta'sirining ostida ko'p bo'lgan bular. Ammo 40-yilgacha bo'lganlikdan mana Uyg'urlardan tunji qatim meyli nadi bo'lsin, tunji qatim mana bir yurish olimlar, tunji Uyg'ur professorlar bor. Toshkentdagi O'rta Osiyo universitetining tunji dotsent professorlar 30-yillarda yetishib chiqib bo'lgan. Endi shu vaqtlarning o'zida yana qanday edi desangiz, Turk dunyosida, hatto qo'shni O'rta Osiyodagi bu O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Sovet shu vaqtda ittifoqdosh jumhuriyatlardami, u yerdagi yerlik millat olimlardan o'z jumhuriyatlarini sistemlik tarixini yozib chiqqan olimlar chiqib bo'lgan. Hech qanday yerda. Turk dunyosida Sharqiy Turkistonlar emas, o'z tuproqlarida yashayotgan shu Türk olimlarining ichidan o'z tuprog'ini, o'z rayonining tarixini mukammal yoritgan undaq odamlar texi chiqmagan shu vaqtning o'zida. Bana buningdan tunji qatam mana Uyg'urlardan bu Muhammad Emin Bug'ra Sharq Turkiston tarixini yozdi. Undan keyin bo'lsa shu vaqtlarning o'zida Xitoyda qandaq desangiz, Xitoyda Sharqiy Turkistonni garchi Xitoy hamda Shinsisay ishg'oliyati, Gomindan Nanjing hukumati bizning kontrolligimiz ostidagi rayon desimi ularda shu vaqtdami Xinjiang mushu joy azaldan bizning Jungoning zaminimizda. Bu Han sulolasi davridan tortib biz egallagan yati deydigan nazariya bugunda bo'lgan nazariya emas, shu chaqdan bor shu Xitoylarda. Shu nazariya shu vaqtning o'zida bu Xitoylardan Li Futung deymiz, Wang Ruwei deymiz, mushundaq bir yurish Xitoy tarixshunoslari bor. Ular Sharqiy Turkiston Uyg'urlar haqida ko'p maqolalarni yozgan. Li Dongfang degani Muhammad Emin Bug'ra bilan 44-yilda bu Chongqingda bir maydon mushu Sharqiy Turkiston Turk tarixi Uyg'urlar haqida bir maydon tarix nazariya elishi olib bordi. Shu elib bo'lgan nazariya elish jihatimi shu Xitoy tarixchilarining saviyasidan qaraganda Muhammad Emin Bug'raga yetmaydi. Maqolasini o'qib chiqislamay qo'yganingizda Muhammad Emin Bug'ra shunchalik kuchli, ya'ni mantiqlik asosi va manba asosi va ilmiy metodikasi va Li Dongfanglar faqat Xitoyning tarixiga tayanishdan boshqa, manbasiga tayanishdan boshqa hech qanday bir metodika yo'q. Shunchalik holat. Mana shu vaqtlarning o'zida bir Xitoyning birisi Singlanuvu deganning Jungoning g'arbni idora qilish tarixi degan bir dona kitobidan boshqa sistemlik mukammal bir asar maydonga kelmagan. Demak, Muhammad Emin Bug'raning mana bu asardagi yangilik mana shuningdan iboratdir hamda. Bu yangilik hamda shu vaqtning o'zi bo'yicha
Ondan keyin albatta bu Sharqiy Turkiston tarixi deyilmaydi, albatta Şinjanның qisqish tarixi 3 tomliq. Ondan keyin Uyg'ur qisqish tarixi degandek kitoblar Xitoyda 80-yillardan boshlab 90-yillarda andin hukumat programmasi bo'yicha maydonga kelishga boshladi. Hech qanday yerdan Rossiyadami 1970-yillardan boshlab Sharqiy Turkiston qadimda va dastlabki o'rta asrlarda degan temada asarlar maydonga keldi. Endi bu Mehmet Emin Bug'raninki bu bir tarifimdi. İkincisi Mehmet Emin Bug'raninki eng muhimi asarlarda nima alaydilik bor? Shuni bir men qisqacha xulosalab o'tay. Mehmet Emin Bug'raninki asarning tematik jihatlik bir to'pisi bor. Bu tematik to'pisi nima deganda, Mehmet Emin Bug'ra Sharqiy Turkiston tarixini davrlarga bo'lganda qadimgi davrlardan boshlaydi. Ya'ni qadimgi Sharqiy Turkiston davlatlari, qadimgi davlatchilik Sharqiy Turkistondagi har xil davlatlarning hammasi qadimgi turk davlatlarining dastlabki nusxasi deb boshlaydi. İkincisi Mehmet Emin Bug'ra kitobida eng muhim bo'lgan narsa shu qadimgi turk Uyg'ur qag'alliqlari davri haqidagi tadqiqoti, ya'ni bu o'zgacha material manbasiga ega. Üçüncüsü Qarxanlar Sulalisi tadqiqot. Qarxanlar Sulalisi tadqiqoti Mehmet Emin Bug'raning şu kitabını o'qiganimizda şu 40-yillarda dunyoda Qarxanlar tarixi haqidagi tadqiqotlar mukammal darajaga yetmaganda bir Bartoltning asarlarini hisob qilmaganda, Zaki Validning asarlarida ifodalanganini hisob qilmaganda, mukammal ifodalanmagan, o'tirib qo'yilmaganda Sharqiy Turkiston tarixini qarasanglar, Qarxanlar Sulalisi haqida mukammal yoritib bergan. Hatta Mehmet Emin Bug'raning eng menga bir nimxelim o'zgacha bir ko'z qarash. Qarxanlar sulalısini qurg'uvchi qabila kim qurgan degan masalaga kelgan chaqda u hamma ko'z qarashlarni rad qilib, Qarxanlar sulalisi asli Qashqarda burundan tortib mavjud bo'lib kelgan qadimdan bo'lgan davlatning davom etgan nuqta nazarni o'tirib qo'ygan. Bu o'zga. Anadan keyin o Mehmet Emin Bug'raning yana bir tematik alayidligi o O'rta asr Uyg'ur Türk davlatlari, ya'ni Mo'ng'ol istilosidan tortib taki 18-asrgacha bo'lgan davrni Mo'ng'ol davri deb ataydi. Bu Saydiya xandonligi, Chag'atay xandonligi haqida nayt mukammal 100 betdan ortiq sistemlik bayon qildi. Bu jihatda u vaqtda dunyoda texi Chag'atay xonligi, Yarkan Saydiya davlati haqida mukammal bir asar yozilmagan. Bular Xitoyda bo'lsa 80-yillardan keyin, 90-yillardan keyin maydon keldi. 40 yillar dunyoda shu. Qisqasi hamda Mehmet Emin Bug'ra o'z asarida arxeologiyalik nuqtadan olganda Stalinning asarlaridan foydalangan, shu vaqt dunyodagi eng ilg'or mukammal asarlarni manba qilgan. 3-dan olgan chaqda Mehmet Emin Bug'raning eng cho'ng yana bir metodologiya alayidligi nadin kelgan deganda bu Türk tarixshunosligi, shu vaqtdagi Turkiya tarixshunosligining metodologiyalik ta'siriga kuchli uchragan. Bütün Avrupa tarixchilarininki Sharqiy Turkiston haqidagi manbalarining ko'pinchisi Türk olimlarining shu vaqtda dunyoga keltirgan asarlar orqali kelgan. Asardagi bu qadimgi turk yezig'i, Orxon abidillari, undan boshqa Uyg'ur yezig'i va shu haqidagi ma'lumotlar hammasiniki kelib chiqishi turk tadqiqotidan. Bu jihatda o'zgacha bir rol olgan. Hamda Mehmet Emin Bug'raninki bu tarixchiligidagi eng muhim bo'lgan nuqta uning ilmiy metodiki, yil, oy, kun, qadim qabilalar, ular va boshqalarning hammasini aytib mukammal foydalangan asarlar dunyoning shu chaqda ilg'or Yevropa olimlarining asarlari, dunyodagi ilmiy saviyasi ustun bo'lgan, mukammallik darajasi yuqori bo'lgan asarlardan foydalangan. Xotanning madrasalarida, qarong'u madrasalarda o'qib chiqqan bir odamning bir diniy faqat bir yerda tarbiyalangan bir bundaq chiqqanda shu davrning bir mollasi hamdi, bundaqcha aytganda odamning oxir dunyoviy shunda bir mukammal dunyo bilimlari mukammallashgan bir asarni yozishi bu g'oyat zo'r va kishilik bir iqtidorni ko'rsatadi. Bu Allohning u kishiga bergan alohida bir iqtidori, talanti. Şu Mehmet Emin Bug'raning asarini men o'qigan sari men bugungi bir Uyg'ur tarixchisi bo'lish sifatim bilan men Ruslarninkini o'qidim, minglagan asarini, Xitoyninkini o'qidim, Turkninkini o'qidim, Inglizninkini hammani o'qidim. Men Mehmet Emin Bug'raning Sharqiy Turkiston tarixini o'qigan sari bu odamning har bir yerdagi qanchalik ilmiylikka e'tibor berganligini men ko'rib hayron qilganlikda. Albatta ba'zi bir standartlar bugungi tushmaydi, lekin shu 80 yil ilgirki saviyada bu odam Uyg'urlardan nechasi ketib bo'lgan shu holatda. Bu kishining eng muhim
nuqtası Şarkı Türkistan tarixinin ideologiya meselesi. Bu Şarkı Türkistan'ın qadimdan bo'lgan bir davlat ekanligi. Bir ziminning davlatning tarixi mustaqil an'anasi davomlashqanligi. Andan bunun jiroq qadimgi davrlar, Toshqorollar davridan tortib, toki 37-yilgacha bo'lgan o'zi qatnashgan, o'zi shohid bo'lgan voqealar bilan birlashtirib, bir sistemalik bir tarixiy kartinasini yoritib berish. Bundaq əsər, tek-tek nağanda bugün kunda oxugandımı biz onun hər sahaları boyunca əsərlərimizdə mənbə qılıb köstüdüğən, faydalanılan əhmiyeti çox. Şun bugünkü mən bu şunçuk sözdə, yeni bir fürsət tapsaq, Xudayım bursa, köp sözlərimiz. Hər birinə rəhmət.